Bugun turkcha shokoladli sousli judayam tez va oson tayyor bo'ladigan mahsulotlari uyingizdan topiladigan shokoladli pirog qilamiz. Ta'mi esa judayam mazali, sochni eng asosiysi umuman me'daga tegmaydigan. Bu desertni bir marta oila a'zolaringizga tayyorlab berganingizdan so'ng ular qayta so'rashadi. Demak, ishimizni boshladik. 4 ta tuxumni chaqib, shakarni solib, venchik yordamida bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. So'ng 300 ml yoki 2 piyola iliq sut va 300 ml o'simlik yog'ini solib venchik yordamida aralashtiramiz. Ortidan esa 2 stakan unni elakdan chiqaramiz, chunki elakdan chiqarilgan un bu xamirni yaxshi ko'tarilishiga sabab bo'ladi. 3 osh qoshiq kakao, 20 gram razrixlitel va 5 gram vanilin solib yana bir xil massa bo'lguncha venchik yordamida aralashtiramiz. Massa mana shunday suyuqlikda bo'lishi kerak. So'ng pergament qog'oz solingan qolipga quyamiz. Oy, blinchki. Xudoyim. Hammasi meni nazoratim ostida. Hech narsa bo'lgani yo'q. Ha, shunaqasi ham bo'lib turadi. Ehtiyot bo'lamiz. 180 darajada qizdirilgan gaz pechiga 40-50 daqiqaga qo'yamiz. Albatta, gaz pechingizni holatiga qarang. Agar tezroq pishiradigan bo'lsa, 40 daqiqa yetadi. Pirogimiz pishdi. Albatta, pirog tayyor bo'lgandan so'ng uni teskari tarafini, ya'ni orqa tarafini o'girish shart. Sababi esa ustki tarafi u darajada sousni singdirmaydi. Orqa tarafi esa pufak bo'lganligi uchun sous quyganingizda, ya'ni biz shokoladli sous qo'yamiz-ku, orqa tarafiga juda ham tez singib, ichigacha yetib boradi. Endi esa o'sha mashhur shokoladli sousni tayyorlashga kirishamiz. 400 ml sut, 100 ml yog', 1 stakan shakar, 3 osh qoshiq kakao va bitta yarimta plitka shokoladini maydalab, gazga qo'yib, shokolad va sut eriguncha venchik yordamida aralashtirib turamiz. Qaynatish shart emas. Mana ko'rib turganingizdek, pirogni orqa tarafini o'girib, yana qolipga soldim va o'zimiz xohlagandek bo'laklarga bo'lib olamiz. Sous quyishdan avval pirogimizni kesib olishning sababi esa sous quyganimizda albatta o'sha shokoladli sousimiz pirogimizni hamma yeriga, ichiga singib yetib borishi kerak. Mana pirogni o'zim xohlagandek bo'laklarga bo'lib oldim. Endi esa tayyor bo'lgan shokoladli sousni bir boshidan quyib chiqaman. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, sousni quyishim bilanoq u singishni boshlayapti. Shu sababdan ham shokoladli sousni pirogga quyib bo'lganingizdan keyin bemalol o'sha zahoti iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ayniqsa issiqqina shokoladli sous quyganingizda ushbu pirogni ta'mi va mazasi judayam zo'r bo'ladi. Bu desertni bemalol cho'chimasdan pishirib ko'rishingiz mumkin, chunki bittada o'xshab chiqadi. Buni qoshiqqa olinishini qarang, judayam yumshoq va shokolad sousi bilan to'yintirganimiz sababli judayam sochni. Albatta tayyorlab ko'ring. O'zingizga yoqsa, yerliklarga ham ulashib qo'ying. Hurmat bilan, Qunduzxon Abdullayeva. Aytgancha, retsept sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like va izohlarda fikringizni kutaman.